Ta'ziya. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Joriy yilning 5-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondonining o'rinbosari polkovnik Mansurov 68 yoshda hayotdan ko'z yumdi. Baxtiyor Mo'minovich 1957-yil 27-fevralda Jizzax shahrida tavallud topgan. 40 yildan ortiq umrini qurolli kuchlarga bag'ishlab 1979-yildan buyon Mudofaa vazirligi hamda chegara qo'shinlarining turli rahbarlik lavozimlarida xizmat qilgan. Polkovnik uzoq yillar xizmat faoliyati davomida ko'p marotaba mukofotlangan. Xususan 2024-yilda chegara qo'shinlarining madaniy va texnik bazalarini mustahkamlash, rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi va faxriy unvoni bilan taqdirlangan. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonning birinchi Mudofaa vazirligi general-polkovnik Rustam Ahmedov 82 yoshda hayotdan ko'z yumganligi ma'lum qilingan edi. Biz kanalimiz nomidan marhumning yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz.